Assalomu alaykum mahalladoshlar, imondoshlar. 2025-yil mana Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MFida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidining obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga kim qanday yordam qilayotgan bo'lsa, mana kecha yaqinda shu mahallamizdan bir ukamiz shu masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun 1 million so'm yordam qilgan edi. Inshaalloh shu mablag'ni mana masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun sarflaymiz. Alloh rozi bo'lsin shu ukamizdan. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat shu ukamizga. Mana do'stlar, 2025-yil Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MFida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Bugun chislo mana 2-aprel ekan. Mana kecha 1-aprel kuni shu mahallamizdan bir ukamiz 1 million so'm shu masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun yordam qilgan edi. Mana shu 1 million so'mga biroz qismiga mana 9 dona mana bundaqa tumbalar ustiga qalpoq yasatib, bunaqa reykalar kerak ekan. Reykalarni olib keldik. Alloh rozi bo'lsin shu ukamizdan. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Inshaalloh bu tunikalarimizni mana masjidimizni oldi tomondagi tumbalarning ustiga shapkada ustiga qo'yiladi. Yomg'irlar o'tmasligi uchun. Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga kim qanday yordam qilayotgan bo'lsa, inshaalloh buni o'rnatishda ham video qilib ko'rsatamiz. Rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Shu ukamizga ham rahmat. Mana reykalar hamma narsa tayyor. Endi usta olim akani olib kelsak, inshaalloh o'rnatib qo'yamiz shu tumbalar ustiga. Mana masjidimizning darvozasi. Mana men bir donasini taxminiy ko'rinishda qo'yib ko'rdim. Sal to'g'rilab, mana yonlariga reyka qo'yib, mana shunday shaklda qo'ylar ekan. Yomg'irlardan nimalardan himoya bo'lar ekan ishimiz. Inshaalloh hozir usta olim akaga murojaat qilib olib kelib ustani shuni o'rnatamiz. Mana bu yerda 6 dona, bu tomonda o'ng tomonida, mana chap tomonda 3 dona tumbalarning ustiga qo'yiladi. Mana shunday do'stlar, yana bir bor rahmat. Shu masjidimizga kim qanday yordam qilayotgan bo'lsa, ajoyib chiroyli bo'lib ko'rinib qolar ekan.